Sidik tosh kasalligini asosiy paydo bo'lish mexanizmi bu. Sidik tosh kasalligida uy sharoitida davolanish, to'g'risini aytsam, biroz murakkab. Buyrakda doimiy dimiqishi sekin-asta buyrakda qurib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Septik jarayonlarni chaqiradi hamda bemor uchun juda ham og'irlashtiruvchi sabablar bo'lib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa aytadiki, limon kislotasida toshni eritar ekan deydi. Lekin agar 5 mm dan katta 7, 8, 1 santimetrlik yoki undan katta toshlarni biz katta ehtimollik bilan yana qayta paydo bo'lib qolishi mumkin ekan yoki bo'lmasa lazerda bo'lsa yana paydo bo'lishi mumkin ekan. Bu haqiqatan bu noto'g'ri gaplar. Buni oldini olish uchun ko'p narsalarga e'tiborliroq bo'lish kerak. Men Ziya Vohidjon Faxriddinovich, Abu Bakr Ar-Rozi klinikasi xirurgiya bo'limida urolog lavozimida ishlayman. Bugungi kunda juda ham ko'p o'sha urologik kasalliklarning ichida oldingi o'rinlarda turadigan sidik tosh kasalligi haqida bir nechta savollar bor ekan. Shularga to'liqroq javob berishga harakat qilaman. Sidik tosh kasalligini asosiy paydo bo'lish mexanizmi bu. Moddalar almashinuvining buzilishi natijasida buyraklar hamda sidik yo'llarida paydo bo'luvchi toshlarni hisobiga yuzaga keladi. Hozirgi kunda endi juda ham ko'p sabablar sidik tosh kasalligida bo'lishi mumkin. Shularda eng ko'p uchraydiganlari kam suyuqlik iste'mol qilish, issiq iqlim sharoitida ishlash, mehnat, doimiy terlab ishlovchi insonlarda o'zini tarkibida kalsiy, fosfor kabi mahsulotlarni ko'p saqlovchi moddalarni ko'p iste'mol qiluvchi odamlarda tez uchrab turadi. Sidik tosh kasalligimizni paydo bo'lishi uchun maxsus sharoitlar yoki boshqa narsalar talab qilinmaydi, lekin hozirgi kunda shu suyuqlikni kamroq iste'mol qilish yoki bo'lmasa issiq iqlimli terlab ishlaydigan odamlarda, kam suyuqlik iste'mol qilib terlab ishlaydigan odamlarda ko'proq paydo bo'lishi aniqlangan. Yana ma'lum bir sabab omillar ham bo'lishi mumkin. Bular kam harakatlilik, go'sht mahsulotlarini, yog' mahsulotlarini, tuz mahsulotlarini, achchiq mahsulotlarni ko'p iste'mol qiluvchi odamlarda, kam harakat odamlarda, yana ba'zi bir holatlarda bu genetik faktorlar ham sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni tug'ma sidik tosh kasalligiga sabab bo'luvchi fermentlar buzilishi natijasida ham sidik tosh kasalligi paydo bo'lishi aniqlangan. Endi sidik tosh kasalligida uy sharoitida davolanish to'g'risini aytsam, biroz murakkab hamda nima deydi? Qiyin narsa. Sababi sidik tosh kasalligi juda katta ehtimollik bilan asosiy davolash usuli bu operatsiya hisoblanadi. Shuning uchun uy sharoitida toshlarni turini aniqlatmasdan yoki bo'lmasa toshlarning aniq o'lchamlarini bilmasdan uy sharoitida tabiiy vositalardan foydalanib davolanish bu bir qancha kelajakda asoratlarni kuchaytirishi mumkin. Masalan, tosh kattaroq bo'lib tushmasa, buyrakda doimiy dimiqishi sekin-asta buyrakda qurib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa buyrakda ichidagi sidikda dimiqib qolishi kelajakda bu yerda infeksiya tushib, buyrakda ichida pianefroz deymiz, buyrak yiringlashga sabab bo'lishi mumkin. Buyrak yiringlashi o'z navbatida og'ir septik jarayonlarni chaqiradi hamda bemor uchun juda ham og'irlashtiruvchi sabablar bo'lib qolishi mumkin. Endi sidik tosh kasalligini sabablari turlicha bo'lganligi uchun uni mineral sostaviga qarab ham juda ham ko'p turlarga bo'linadi. Endi asosan biz sidik tosh kasalligini biz bo'lamiz. Kalsiyli toshlar, oksalatli toshlar, sidik kislotali toshlar, oqsilli toshlar asosan infeksion toshlarga bo'lamiz. Ba'zi bir toshlarimiz juda ham qattiq bo'lganligi uchun bularni erishi juda ham qiyin. Kundalik masalan juda ko'p odamlarimiz qovoqni qaynatib ichdim deydi yoki bo'lmasa yana nima? Sidik toshni kasalligida erituvchi masalan hozirgi kunda hamma biladi, kanefron ichib oldim yoki siston ichib oldim deydi. Bu dorilarimiz odatda sidik tosh kasalligini bartaraf qilingandan keyin, operativ lecheniyadan keyin yana qayta paydo bo'lmasligini oldini olish uchun beramiz. Yoki bo'lmasa aytadiki, limon kislotasida toshni eritar ekan deydi. Limon kislotasi, sitrat kislotasi, bu o'sha ilmiy tilda sitrat kislotasi deymiz. Bu asosan sitrus mevalarimizda juda ham keng tarqalgan modda hisoblanadi. Haqiqatan bu sitrat kislotamiz kalsiy oksalat toshlarini
paydo bo'lishini oldini olish uchun foydalanamiz. Hozirgi kunda Uracitra K degan preparatlarimiz bor. Uracitka bu preparatlarimiz toshni eritishiga lekin juda ham katta foyda bermaydi. Bu toshlarimizni biz masalan yo tushirganimizdan keyin yoki bo'lmasa operativ yo'l bilan yoki endoskopik yo'l bilan bartaraf qilganimizdan keyin mevalarni, o'sha sitrus mevalarni ko'proq iste'mol qilishni biz tavsiya qilamiz. Yana qayta paydo bo'lib qolishini oldini olish uchun maqsadda xolos bular. Ha, endi hozirgi kunda sidik tosh kasalligini davolash usuli aytganimdek, birinchi o'rinda biz toshlarni razmerlariga qaraymiz, o'lchamlariga o'zini maxsus zichliklariga qaraymiz. Toshni qattiq yoki yumshoq deymiz. Endi xalqona tilda nima uchun razmerga qaraymiz? Sababi sidik yo'llarimizni diametrlari, sidik kanalimiz yoki sidik nayimizni diametrlariga 5 mm dan kichikroq bo'lgan toshlarimiz sig'adi. Shuning uchun bu toshlarimiz mustaqil ravishda tushib ketish ehtimolligini baholaymiz. Standartlar bor, statistik ma'lumotlar bor, shularga qarab baholaymiz. Qancha kichikroq toshdagi o'lchamdagi toshlar yangi paydo bo'lgan, yangi ko'chgan buyrakdan yoki bo'lmasa o'sha sidik qopiga, pastki sidik yo'llariga qancha yaqinroq kelib qolganligiga qarab biz odatda konservativniy lecheniyalar, ya'ni dorilar bilan davolashni tavsiya qilamiz. 5 mm gacha bo'lgan toshlarni. Lekin agar 5 mm dan katta 7, 8, 1 santimetrlik yoki undan katta toshlarni biz katta ehtimollik bilan joylashgan joyiga, zichliklariga qarab bir nechta turda operativniy lecheniyalarni tavsiya qilamiz. Bo'ladi, unaqalar ham bo'ladi. Endi kam, juda ham kam holatlarda mustaqil tushirib kelgan bemorlarimiz bo'ladi. O'zimizga ham kelib aytishadi. Tosh tiqilib qolib, men dedi oldin 8 mm tosh tushirganman, 1 cm tosh tushirganman degan bemorlarim ham bo'lgan. Haqiqatan ko'rsatadi uni. O'zim tushirganman shuni deydi. Lekin u juda ham kamdan kam holatlarda 80-90% bemorlarda 6-7 mm dan katta toshlar mustaqil tushib juda ham kam kuzatilmaydi. Shuning uchun ularga biz odatda hozirgi kunda endi bizda sharoitimizda endoskopik usullarimiz yaxshi taraqqiy etganligi uchun lazerli endoskopik usullar bilan toshlarni olib tashlashni tavsiya qilamiz. Albatta toshni joylashgan joyiga qarab, buyrakda, sidik nayida yoki sidik qobida joylashgan joyiga qarab bir nechta endi operatsiya, lazerli operatsiya turlarini tavsiya qilamiz bemorlarimizga. Ha, endi juda ko'pchilik kelib aytishadi, masalan o'zimga ham ko'p aytadi. Lazerda qildirsa yana qaytadan paydo bo'lar ekan. Lazer bilan qilsa to'qimalarni jarohatlab qo'yar ekan. Masalan, yosh yigitlar, uylanmagan yigitlar bo'lsa yoki turmushga chiqmagan qizlar bo'lsa, jinsiy organlarni jarohatlab etgan keyin farzand ko'rishiga ham to'sqinlik qilib qolar ekan yoki bo'lmasa ichki organlarni ham jarohatlab qo'yar ekan degan endi masalan xalqlar odamlarimiz orasida ko'p unaqangi e'tirozlar yoki bo'lmasa shubhali savollar bo'ladi. Unaqa o'zimga ham ko'p berishadi. Lekin обязательный bu operatsiyani turlarini, bu lazerli endoskopik operatsiya qilayotganda ko'p narsalarga e'tiborli bo'lish kerak. Yoki bo'lmasa albatta optniy vrach bo'lsa, shu amaliyot bilan bir necha yillardan beri shug'ullanib kelayotgan mutaxassislarda bunaqangi asoratlar kuzatilish ehtimoli juda ham kam. Ular endi o'zini texnik uslublari bor yoki bo'lmasa texnik jihatdan juda yaxshi tushunadi, anatomik, funksional holatlarni, buyraklarni, sidik yo'llarini yaxshi tushunadi. Shuning uchun qo'shimcha asoratlar yoki chuqurroq asoratlar bo'lish ehtimolini endi qochishadi. Yana qayta paydo bo'lib qolishi mumkin ekan yoki bo'lmasa lazerda bo'lsa yana paydo bo'lishi mumkin ekan. Bu haqiqatan bu noto'g'ri gaplar. Aytganimdek, o'sha endurolog tomonidan toshlarni yaxshi topib, chiroyli qilib lazerda maydalab, butunlay stone free deymiz, ya'ni butun toshlardan to'liq xalos etilsa, toshlar yana tez orada qayta paydo bo'lmaslik ehtimoli yuqori. Lekin tosh bilan odam umrida bir marta og'riydi, toshni oldirsa yoki mustaqil tushirsa qaytib tosh bo'lmaydi degan gap bular endi noto'g'ri. Sababi yana shu modda almashuvi buzilsa, noto'g'ri ovqat, noto'g'ri hayot tarzi, tosh hosil bo'lishiga qarshilik qiluvchi mahsulotlarni kamroq iste'mol qilib yursa, yana kelajakda baribir 1 yil, 2 yil, 3 yil ichida toshlar paydo bo'lishi mumkin. Bu statistik ma'lumotlar ham shunaqa. Umrida qachondir tosh bilan og'rigan, mustaqil tushirgan yoki operatsiya bo'lgan bemorlarni
50%gacha odamlarda yana qayta tosh paydo bo'lish ehtimoligi bor. Bu endi statistik bilan tasdiqlangan. Ikkita odamdan bittasida endi kelajakda qachondir baribir tosh paydo bo'lishi mumkin. Aytib o'tganimizdek, toshni yo mustaqil konservativniy dorilar bilan tushirdik yoki bo'lmasa endoskopik usulda lazer bilan toshni maydalab bartaraf qildik yoki traditsion operatsiya usuli bilan kesmalar bilan toshni bartaraf qilish. Bu o'sha aytganimdek bulardan keyin paydo bo'lishi mumkin toshlar. Endi buni oldini olish uchun ko'p narsalarga e'tiborliroq bo'lish kerak. Toshni birinchi o'rinda hozirgi kunda masalan rivojlangan davlatlarda mineralniy sostavlari tekshiriladi. Qanaqa turda paydo bo'lgan tosh, toshda asosi nimalardan iborat? Shularga qarshi maxsus parhezlar bor. Parhezlar qilib yurish mumkin yoki bo'lmasa hozirgi kunda o'sha mineral sostaviga qarshi dori-darmonlar sekin-astalik bilan urologiyaga kirib kelyapti. Bulardan foydalanadi. Mineralniy sostaviga qarshi konservativ dori-darmonlar bilan davolash. O'z-o'zidan yeb ichishimizni rostlashimiz kerak. Ya'ni o'tkir mahsulotlarimiz, gazli suv, rangli suvlar, energetik ichimliklar, dudlangan, tuzlangan mahsulotlar, kofe, shokolad, shu mahsulotlarimiz yoki bo'lmasa o'zida kalsiy, oksalat va shunga o'xshash narsalarni ko'p saqlovchi mahsulotlarni miqdorini chegaralash. Endi bu to'g'ri shu tosh sostavi aniqlangandan keyin o'z-o'zidan shunga qarshi parhezlar qilinadi. Shu miqdorni kamaytiriladi. Eng asosiysi va hozirgi kunda bu isbotlangani ham bu suyuqlik miqdorini ko'paytirish. Ichishni ko'paytirish, bir kunda o'rtacha 2,5 litrdan ko'p suyuqlik iste'mol qilish. Doimiy suyuqlikni iste'mol qilib yurish biz iste'mol qilayotgan turgan mahsulotlardagi minerallarni doim erigan holatda organizmimizda siydik orqali chiqib ketishini ta'minlab beradi. Masalan, ba'zi bir bemorlarimizda bitta koralniy toshlar bo'lishi mumkin. Koral tosh degani bu shu buyrakda kosacha-jom sistemasini to'liq yo jomichasini o'zini yoki kosachalar bilan birgalikda buyrakda to'liq ichki shakliga kirib olib kattalashgan toshlar bo'lishi mumkin. Bu toshlarni olib tashlash o'z-o'zidan texnik tarafdan juda ham qiyin, murakkab operatsiyalar qatoriga kiradi. Koral toshlarni bartaraf qilish bunaqangi suluvchilar ko'p bo'ladi. Masalan, koral toshlarni ko'p bartaraf qilganmiz. Odatda endoskopik lazer orqali koral toshlarni bartaraf qilganimizda operatsiyalarimiz bir etapda emas, bir necha etaplarda tugashi mumkin. Ma'lum bir cho'zilib ketadi. Juda ham katta tosh bo'lgani uchun lazerda bitta-bitta uni maydalab tugatib olish juda ham qiyin. Shuning uchun 3 soat, 4 soat, 5 soatlab davom etishi mumkin. Biz odatda kasalni bemorning holatidan kelib chiqib, operatsiyani murakkabidan kelib chiqib, ikkinchi, uchinchi etaplarga toshlarni qoldiramiz, lekin to'liq ikkinchi va uchinchi etapda bu toshlarni tugatib chiqib ketamiz. Hozirgi kunda masalan siydik tosh kasalligini asosiy operatsiya usuli bu endoskopik lazerniy usul hisoblanadi. Masalan, bizni klinikamizda ham 99.9% siydik tosh kasalligi endoskopik lazer usulida olinadi. Pashtik kesilmaydi. Unda endoskopik lazerli usullarda nimasi afzalligi yuqori, ochiq kesib qilinadiganlardan endoskopik masalan hech qanaqa siydik yo'ldagi toshlar hech qayta kesilmaydi yoki teshilmaydi. Tabiiy siydik yo'li orqali, siydik kanali orqali kirib, siydik naylarning ichida yurib, shu toshni topib, o'zini maxsus apparatlar yordamida u yerdan lazer o'tadi, lazerda maydalanadi, o'sha yo'l orqali, tirqish orqali butunlay toshlar terib olib tashlanadi. Yoki bo'lmasa buyrakda endi ko'chgan buyrakka yaqinroq organ siydik nayning yuqori uchdan bir qismida joylashgan yoki buyrakning ichidagi toshlarda odatda biz buyrakni kichkina teshik orqali o'ng biqin yoki chap biqin sohasida kichik tirqish orqali, kichkina teshikcha orqali nefroskop apparatida olamiz. Biz bu toshni olib chiqib ketgan apparatni olganimizdan keyin juda ham kichkina teshikcha qoladida. U yerda hech qanaqangi nima deydi, kesma bo'lmaganligi uchun yoki boshqa jarohatlar, terining bir butunligini juda katta buzilmaganligi uchun o'sha har xil
operatsiyadan keyingi jarohatlarni birlamchi bitishi yoki ikkilamchi bitishi, yiringlab bitishi yoki bo'lmasa jarohatlar birorta bir fizический zo'riqishda, fizический nagruzkadan keyin jarohatlar yirtilib, ochilib ketishi yoki bo'lmasa qorin oldi devorlaridagi muskullarni choklari ochilib ketib, ikkilamchi qorin yon devorlari grija, posleoperatsionni grijalar bo'lish ehtimolligi yo'q bu operatsiyalarda. Shuning uchun bunaqangi haligi bitishidagi yoki bo'lmasa posleoperatsionni operatsiya jarohatlaridagi muammolar juda ham kamdan kam kuzatiladi bu operatsiyadan keyin. Bemorlar ham masalan ochiq operatsiyalarimizda eng kamida kesmalar bilan olganimizda bemorlarimiz 8, 10, 15 kun shifoxonada yotish kerak. Bir qarich kesiladi, endi 15-20 sm kesiladi. Operatsiyadan keyin обязательно bemorlarimiz o'z vaqtida перевязкасы bo'lishi kerak. Dori-darmonlar o'z vaqtida bo'lishi kerak. Qarov qiyinroq, uhod qiyinroq. Shuning uchun 15 kun, 20 kun davomida shifoxonada qolishadi. Bu operatsiyalardan keyin, endoskopik operatsiyalardan keyin uzog'i 2 sutkadan keyin почти bemorlarimiz uyda bo'lishadi. Jarohatlar unaqa katta bo'lmaydi. Endi masalan bemorlarimizda Qo'qon shahri va uni atrofidagi tumanlardagi bemorlarda buyrak, bel og'riqlari, sidik tosh kasalligi, mo'yligi bor bemorlarimizda agar shikoyatlar bo'lsa, murojaatlar bo'lsa, bemalol Abu Bakr Ar-Roziy klinikamizga murojaat qilishlari mumkin. Shifoxonamizda barcha zamonaviy tekshiruv hamda zamonaviy davolash usullari yo'lga qo'yilgan. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.